ağrılarga, dertlerge Allah'ım şifa veriniz. Yaxşı niyet kılıp oturgan barcha pendenizin dertine şifa veriniz. Müşküllerini asan kılınız. Eğer de balası söylemeye oturganlar bolsa, barchalarınıza Kudayım ballarınızga şifa verip, ravan gapirip ketsin. Mehriban Allah'ım menin duayımda kabul etip, menin kuzatip turgan barcha adamların derdiga şifa verin. Duayımda kabul edin. Nima deb niyet kılıp oturgan bolsalarınız, barchanızın Allah niyetlerinizni kabul etsin. Amin. Allohu Ekber. Men o'qiy olmayman, telefonunuza qo'yib qo'ydim. Hammaga javob bera olmayman. Faqat ishimdagini aytdim. Men shuni bilaman. Yaratganning shifasi borligini bilaman faqat. O'lim haq, tug'ilmak haq, tilmak haq deydi. Tushkunlikka tushmangizlar kelinlarim. Agarda ixlos qilsangiz Allohim mehribon. Yana aytaman, bolasi gapirmayotgan onalarga aytyapman, kuzatib o'tirgan bo'lsalaringiz, boshiga qo'lini qo'yingizlar faqat. O'sha payt bolangizning yuziga qarangizlar. Og'zi qimirlab ketsa, tilni o'ynatib ketsa, xavotirga tushmang. Unda Allohdan shifa keldi deng. Balki esnab ketishi mumkin o'sha payt bola yoki aksir bo'lishi mumkin. Yana aytaman. Endi boshlayman. Baba. Bismillahirrahmanirrahim. O yaratuvchi Allohim meni ko'rib turgan barcha pendengizning dardiga shifa bergin. Nima deb niyat qilib o'tirgan bo'lsa, hamma niyatlari qabul bo'lsin. Bolaponlar suyulib ketsin.
Allah barchanızın dertlerinize şifa versin. İlahi amin. Allahu Ekber. Kimge şifa kelgan bo'lsa, yozib qoldiringizlar kommentariyaga. Qana endi ko'raman. Opajon ko'tarmagan. Barchangizga Alloh shifo bergan bo'lsin. Toshkentda davo topganlar bormi deb yozibdi. Kimga shifo bersin Alloh o'zi biladi. Toshkentdami, Moskvadami? Savolni yaxshilab qo'ying qizim. O'ylab gapiringlar. Bir kunda nechta odam dunyodan o'tyapti. Bir kunda Alloh xohlagan jonini oladi. Xohlaganiga shifo beradi. Men Xudo emasman, avliyo emasman men. Faqat shuni bilaman. Allohdan shifo borligini bilaman faqat men. Kim shifo topdi deb yozasiz? Kimga shifo bersin bir Alloh biladi. Siz boshqalarni emas, o'zingizni so'rang Xudodan. Menga shifo bering Rabbim deng. Kim shifo berdi deb birovga savol bermang. Bir kunda nechtadan dunyodan o'tyapti. So'rang. Bugun nechtadan o'ldi deb so'rang unda. O'ylab gapiringizlar. Gapirayotgan gaplarinizni o'ylab gapiringizlar. Bir kunda qancha odam bo'lishini bilasizlarmi? Kuni bitgan ketadi. Kuni bor yashaydi. Alloh dardi bo'lsa shifo beradi. Doktordanmi, tabibdanmi? Shifo beradi Alloh. Shunday odamlar bor yozadi. Yozingizlar deydi. Kim shifo topdi shundan deydi.
Öletken adamların sanını sorar bundan gör kızım eşittin mi? Bugün neçte adam ölüptü de. Kim ölüptü dep soran kanı? Sen özüңde oyla fakat. Allah'tan sonra. Kim şifa tatı deme. Allah'ım menge şifa verin de. Oturup gıybat kılıçtı toktatınlar. Her kim öz için sırasın. Can seniki. Senin canın men o adamın canı bir xil emas. Hamma özünün tanasın cevap versin. Hammanın aklı var. Kimge kayvaq ajal gelişin, kimge kayvaq şifa versin Kuday özü biladi. Sizler bilmeysizler bunu. Kim şifa taptı dep so'rab o'tib vaqtingizni ketkazgancha undan ko'ra Xudodan tili so'ra şifa. Ko'pga berding şifa, maqanam ber deb so'ra. Bekarchi gaplarda qo'yinglar. Xudodan şifa so'ranglar. Xuday mehribon. Qani men bilsam, odamning ishidagi olasin bilmayman da, bilsam qabul qilmasdim. Odam olasi ishida degan, mol olasi sirtida degan maqol bor. Yoshgina bo'lib g'iybat qilish ne kerak? O'zi Alloh ozgina umr bergan. Shu umrda murosa qilib, aqli bo'lib, Xudodan so'rab yashaylik. Yaşım 62'ye kiradi mening. Shu kunga qadar juda ko'p kasal bo'lganman men. Boshimdan ko'p narsa o'tgan. Shukrlar qilaman Allohga. Mening yuragimda balki meni ko'rib turgandir o'sha professorlar. Stenokardiya, miyokardiya, artmiya degan dardlarni men boshimdan o'tkazganman. Grija, oshqozon yazba, hamma kasal o'tkazganman. Meni ko'rganlar ko'rib turibdi, meni biladi. Shuning uchun dard kelsa, uni kutib ol degan. Dard shunday mehmon narsa bo'ldi, ketadi. Janam mehmon, tanaydigan dardam mehmon. Kim kasal bo'lib o'ldi, kuni bitgan o'ladi faqat. Hamma kasal o'laversa, dunyoda bir kunda odam qolmaydi. Dard var, şifa var degan. O'lim haq. Lekin kimga qachon kelishini uni men ham, sen ham hech kim bilmaydi. Olim ham bilmaydi. Bir yaratgan biladi faqat. Bir duo qilaylik sizlarni, xo'pmi? Men niyat qilib meni kutib o'tirgan odamlarga Allohdan shunday uzoq umr so'rayman. Meni kutib o'tirgan odamlarga Allohdan dardlarga shifo so'rayman. Meni kuzatib, ixlos qilib o'tirgan odamlarning hamma dardiga Alloh shifo bersin. Meni kuzatganlar, Xudoni yaxshi ko'rganlar. Qarangda, shunday kutib o'tiribsizlar-ku. Men ham sizlarning kutib o'tirganlaringizni bilaman. Yaratganni men so'rayman. Yaratuvchi Allohim bugungi kunlaringiz, ertangi kunlaringizda xayrli o'tkazsin. Har kunlaringiz xursandchilik bilan o'tsin. Axir dard mehmon degan. Jon mehmon, tana qo'rg'on degan. Dard keladi, ketadi, tuzalasiz. Shuni bilingizlar. Dardni ham kutib olish kerak. Qanday kelgan bo'lsa dard, shunday ketsin. Bugungi mening duoyimni Alloh qabul etsin. Meni bugun kim kuzatgan bo'lsa, dardlaringizga Alloh shifo bergan bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Alloh nasib qilsa,
yana ko'rib qolarman. Endi qo'shalmadim. Neverem yo'q edi. Tushunmayman, ulashdim men faqat. Allohga shukr aytaverayk. Sizlardan iltimos. Bu dunyo o'tkinchi. Meni ham xafa qilmangizlar, negativ yozib. O'zlaringizdan vaqtingizni ketkazmang. Har kunlaringizni chiroyli o'tkazingizlar. Yomon gap gapirmangizlar. Yana aytaman, agar bemorlaringiz bo'lsa, agar bolangiz kasal bo'lsa yoki o'zingiz kasal bo'lsangiz, umuman yomon gapirmangizlar. Faqat yaxshi gapiringizlar. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Tushuntirdim sizlarga. Singillarim, qizlarim, kelinlarim bo'lsalaringiz kerak meni ko'rib turgan. Meni kuzatib turgan odamlarimga rahmat sizlarga. Nega deng? Xudodan shifa so'rab turibsizlar. Shu opa orqali bizga shifa keldi deyapsiz. Men orqali bugun shifa keldi nechtasiga. Ixlos, xolos deydi. O'sha sizning ixlosingiz o'zingizga qaytadi shifa bo'lib. Shuni bilingizlar. Sizlar bilan ko'rishgancha Alloh nasib qilsa ko'rishib qolarmiz. Negativ yozuvchi kelin qizlarga ham aytadigan gaplarim. Sizlarga ham Alloh umrlaringizni uzoq qilsin. Dinlaringizni sog' qilsin. Qo'shqinlar men qo'sha qaranglar. Bolang kasal bo'lsa shifa bersin. Menen xafa bo'lmangizlar. Shifa beradi deb niyat qilingizlar. Xo'p. Isham yomon gapirmanglar. Albatta shifa beradi dengizlar. Alloh mehribon deng. Sababchi deng xolos. Mayli jonlarim. Nasib qilsa ko'rishib qolarmiz. Xudo xolasa.